Assalomu alaykum Jahon choyxonasining kuzatuvchilari, obunachilari. Mana bugun choyxonamizga Zomindan kecha yutib ketgan taksist akalarimizni sheriklari kelibdi. Instagramda kuzatibdi, boyagi sheriklardan eshitibdi. 20 daqiqada 1 kilo oshimiz deb 500 ming so'm yutib ketmoqchi. Akalarimizga omad. Tayyormisizlar? Mana vaqtimiz ketdi, bosamiz akalar. Mana bugun Zomindan kelgan taksi akalarimiz harakat ko'rdi, lekin gap yo'q yeyishiga. Oshimiz xudo xolasa tugavdi, faqat hozir vaqtimiz yetmay qoldi. Xudo xolasa keyingi safar boshqatdan chiqib, boshqatdan tugavga kelamiz deyapti xudo xolasa. Oshni mazasi yoqdi. Mana qolgan fikrda bilan akadan so'raymiz. Aka, qanday oshni mazasi qanday? Oshga gap yo'q lekin bitta sal ko'proq yeganmizmi, sal vaqtimiz yetmay qoldi, lekin oshga gap yo'q. Zo'r tavsiya beramiz, shu yerga boshqa ishlar.